Agarda siz Avstraliya yoki boshqa davlatlarga borib qolsangiz, shu bayramni his qilasiz. Bu bayramning ismi Halloween. Qisqa qilib aytganda, bu esa qo'rqinchli bayram. Halloween asosan Amerika, Avstraliya, Zelandiya, Yevropa davlatlaridan bo'ladi. Bu Halloween 31-oktyabrda bayramida bolalar kiyim kiyib qo'rqinchligidan uyma-uy yurib shirinlik so'rash odatdir. Inglizchasi trick or treat deyiladi. Bu shirinlik ber, aks holda bir mayda hiyla qilaman. Uy egasi esa odatda shirinlik yoki kichik sovg'a beradi. Agar shirinlik berilmasa, bolalar kichik hazil yoki hiyla qilishi mumkin. Lekin bu bayramni muslim oilalar nishonlamaydi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar bu bayramda? Kommentga yozinglar va like bosinglar.